qanaqa qilib hayotingizni 90 kunda o'zingiz xohlagandek o'zgartirishingiz mumkin. Menga maktabni endi bitirgan vaqtimda ham, 4000 daromadga chiqqan vaqtimda ham, hayotimda maqsadsiz qotib qolgan vaqtimda ham yordam bergan bitta tizim bilan bo'lishmoqchiman. Bu tizim ayrim vaqtlar meni 1 yilda zo'rg'a erishadigan natijalarimga 90 kunda erishishimga katta yordam bergan. O'zi ko'pchilik hayotni o'zgartirishga nimaga qiynaladi? Og'ir damlarda ham tashlab ketmaslik uchun nima qilish kerak? Osonroq yo'l bilan 90 kunda hayotini qulay o'zgartirsa bo'ladimi? Bu savollarning hammasiga mana shu tizim javob beradi deya olaman. Tizim tushunarliroq bo'lishi uchun keling 11 kishilik futbol jamoasi deb olamiz. Tabiiyki gol o'tkazib olmasligimiz uchun birinchi o'rinda bizga kuchli darvozabon kerak. Tizimimiz buzilib ketmasligi uchun bu birinchi navbatda yordam beradi. Bizda birinchi raqamli prinsip, ya'ni birinchi o'yinchi bu men ertagayoq yengitdan boshqa odam bo'laman deyish. Ko'pchilik hayotni o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'ziga juda ham katta va real bo'lmagan maqsadlarni qo'yadi. Masalan, kechasi uxlashdan oldin men ertadan boshlab boshqa odam bo'laman deydi. Ertadan soat 5 da turaman, ertalab zalga chiqaman, 1 soat kitob o'qiyman, bir haftalik vazifalarimni bajaraman, shakar yemayman, Instagramga kirmayman, hammasini reja bo'yicha ideal qilaman deb o'ylaydi. Bu yaxshi, zo'r eshitiladi, lekin xato. Sizning miyangiz, atrofingiz, taningiz, odatlaringiz hali bunga tayyor emas. Siz 5 yildan beri yashab kelib, bir kunda butunlay boshqa odamga aylana olmaysiz. Bu motivatsion videolarda ishlashi mumkin, lekin real hayotda ishlamaydi. Men oldin bir necha marta hayotni o'zgartirmoqchi bo'lganimda ham shu xatoni qilganman. O'zimga katta maqsadlarni qo'yib, reja bo'yicha 3-4 kun yurardim, keyin hammasi buzilib ketardi. Keyin bo'ldi, men eplolmas ekanman deb tashlab qo'yardim. Bu yerda gap siz eplolmasligingizda emas, muammo tizimda. Sizga butunlay bir kun o'zgarish kerak emas, sizga progress kerak. Ya'ni ertagayoq boshqa odam bo'lish o'rniga ozgina bo'lsa ham kuchliroq odamga aylanib boring. Misol uchun siz ertadan 1 soat emas, shunchaki 5 bet yoki 1 bet kitob o'qishingiz mumkin. Bo'ldi, 50 bet emas, 100 bet emas, aynan faqatgina 5 bet. Balki boshlanish uchun ertaga kitob ochib, ikkita gap o'qishingiz mumkin. Indinga 1 bet o'qiysiz, bir haftadan keyin 2 bet, bir oydan keyin bu 5 betga borish mumkin va 90 kundan keyin bir kunda 30 minut, 40 minut atrofida kitob o'qishga vaqtingizni sarflashingiz mumkin. Sportda ham xuddi shunaqa qilasiz. Ya'ni ertadan chiqib 2 soat, 3 soat zalda shug'ullanmaysiz. Shunchaki birinchi kun ko'chada yurishga vaqt sarflang. 10 minut, 20 minut yurasiz. Ya'ni bu sizdan hech qanaqa katta energiya sarf qilmaydi. Sizdan qanaqadir zalda abonement sotib olish, qanaqadir qiyinchiliklarni talab qilmaydi, pul talab qilmaydi. Shunchaki yurish. 10 kun, 15 kun faqatgina yurasiz va eng muhim narsa siz miyangizda men sport bilan shug'ullanyapman degan hissiyot bo'lishi. Ya'ni yuryapsiz, siz sportga vaqt sarflayapsiz. Undan keyin sekin yugurish qo'shishingiz bo'ladi. Yugurishda ham siz marafon yugurishingiz shart emas. Atiga 500 metr, 1 kilometr shunga o'xshagan masofani yugurishni boshlaysiz. Keyinchalik bu narsani ozginadan oshirib boradigan bo'lsangiz, bu sizni taningizga ham, o'zingizga ham hech qanaqa og'irlik tug'dirmaydi va ya'ni bu sizni odat shakliga kiritishni boshlaydi. Istalgan yaxshi odat shakllantirish yoki yomon odat tashlashda ham muhimi katta o'zgarish emas, muhimi kichkina bo'lsa ham doimiy o'sib boradigan o'zgarish va shu narsa aslida bizning hayotimizni o'zgartiradi. Bo'ldi, bizda raqib udarlarni qaytaradigan darvozabon bor, endi bizga tabiiyki himoyachilar kerak bo'ladi va himoya qismiga o'tamiz. Ikkinchi raqamli prinsip 90 kunlik rejim boshlanishdan oldin miyangizni, hayotingizni keraksiz narsalardan tozalab oling. Buni ko'pchilik o'tkazib yuboradi, lekin ko'pchilik 90 kunlik rejim qilayotgan paytda birinchi qiladigan ishi bu maqsad yozish bo'ladi. Aslida maqsad yozishdan oldin bizning qilishimiz kerak bo'lgan ish bor. Shu narsa miyadagi hamma keraksiz narsalarni chiqazib tashlash bo'ladi. Ya'ni sizda hozir qilishingiz kerak bo'lgan, qolib ketayotgan qancha ishlar bor. Kimga nima va'da bergansiz, qancha o'qilmagan Telegramda soобщениyangiz bor, qancha qarzingiz bor, qanaqa muammolar har kuni miyangizni band qilib turibdi. Shularni hammasini o'tirib, qog'ozga yoki telefonga hammasini yozib chiqishingiz kerak. Bu yerda eng muhim narsa miyadagi hamma narsani bo'shatish kerak. O'ylaymiz, muammolarimiz juda ham ko'p, qarzlarimiz juda ham ko'p yoki qanaqadir qolib ketayotgan ishlar juda ham ko'p degan fikrimiz bor. Agar siz hammasini o'sha qog'ozga yoki telefoningizga to'liq yozib chiqadigan bo'lsangiz, sizning miyangiz bo'shaganini ko'rasiz. Chunki siz yangi hayot boshlamoqchi bo'lasiz, lekin sizning eski muammolaringiz hali ham orqangizdan to'sib turadi va rejimni boshlagan vaqtingizda 10-15 kun o'tgandan keyin o'sha eski muammolar sizga yana kelishi boshlaydi va sizdagi fokus yog'iga ketib qoladi. O'sha hamma yozgan masala yoki muammolaringizga 2-3 kunlab vaqtingizni sarflasangiz bo'ladi. Agar sizda qanaqadir qarz bor bo'lsa va u inson telefonni ko'tarmayotgan bo'lsangiz, uni cho'zib yurgan bo'lsangiz, sirazi o'tirish kerak edi, u insonga telefon qilish kerak. To'lashga harakat qilyapman, lekin aynan imkoniyat bo'lmayapti. O'shaning uchun menga menimcha muddat bera olasizmi? Agar bera olsangiz, men to'lab yuboraman deb turib rostakamiga tushuntirib, yaxshi to'g'ri niyat qilib, uni ham ogohlantirib qo'ying. Chunki 90 kunlik rejimni ichida bo'layotgan paytingizda har bitta o'sha kelgan udar bu sizni rejimdan chiqib ketishingizga olib kelishi mumkin. Qaysi vazifalar bo'lishi mumkin? Bu 1 oy yoki 2 oylar vaqt olishi mumkin. Ularni ham deadline'ni qo'yib, kalendarga kiritib, o'sha 90 kunlik rejimingizni ichiga qo'shib ketsangiz bo'ladi. Bizda endi muammolarni qaytaradigan bitta himoyachi bor,
lekin tabiiyki bitta himoyachini o'zi yetarli emas. Endi ikkinchi himoyachini qo'shamiz. 3-raqamli prinsip bu 90 kun shunchaki 90 kun bo'lib o'tib ketmasligi uchun aniq maqsad qo'yib olish kerak. Ko'pchilik maqsad noto'g'ri tushunadi va umumiy maqsadlarga qarab ketib qoladi. Ya'ni men 90 kunda sog'lom bo'laman, 90 kunda boy bo'laman, ko'proq pul topaman, aniq bo'lmagan maqsadlarni qo'yadi va noto'g'ri tarafga qarab ketib qoladi. 90 kunlik maqsad bu konkret bo'lishi kerak. Deylik, sport sog'liq yo'nalishida necha kilogramm vazn tashlagan bo'lishingiz kerak yoki necha kilogramm vazn yig'gan bo'lishingiz kerak. Necha kun sportga qatnashgan bo'lishingiz kerak. Daromadingiz misol uchun qanchaga oshgan bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa bu ilm olishda ham, ya'ni 90 kun ichida qaysi kitoblarni, qaysi kurslarni tugatgan bo'lishingiz mumkin yoki istalgan o'zingizni qiynayotgan muammolaringizni yoki maqsadlaringizni o'sha aniq raqamlarda qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Maqsad qo'yib olishdan oldin o'zingiz bilan o'zingiz rostgo'y gaplashib olib, aniqlab olishingiz kerak. Bu maqsad rostdan siznikimi? Sizga bu kerakmi va o'sha maqsadga erishganingizdan keyin hayotingiz nima o'zgaradi? Daromadingiz yoki o'sha sog'lig'ingiz, bilimingiz, hayot tarzingiz nima o'zgarishini tasavvur qila olishingiz kerak. Ya'ni bu shunchaki bo'ldi men sport qilaman, bo'ldi men pul topaman emas. Hozirgi hayotingiz va 90 kundan keyingi hayotingiz qanaqa bo'lishini rostlaganiga tasavvur qila olishingiz kerak. Bu maqsadlarning hammasi yozilgan bo'lishi kerak va siz ko'rib tura olishingiz kerak. Uyingizga yopishtirib qo'yishingiz mumkin yoki telefoningizga ekraniga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Har kuni ko'rib turishingiz kerak. Chunki aniq qiyin vaqtlar keladi. Chunki aniq sinovlar va qiyinchilik kelgan paytda o'sha maqsaddan chalg'ib ketmasligingiz uchun. Sizda aniq nega degan savolga javob bo'lsa, chalg'ib ketish ehtimoli juda ham past bo'ladi. Nimaga men hayotimni 90 kunda o'zgartirmoqchiman? O'zgartirmasam nima bo'ladi yoki o'zgartirsam nima bo'ladi? O'zi nimadan qochib kelayotgandim? Agar lekin jiddiy yondashadigan bo'lsam, hayotimda nimalar o'zgaradi? Bu narsalarni aniqlab olishingiz kerak. Mana shu savollar odamni uyg'oq tutadi va hujumchilar kelayotgan paytda sizni himoyalab turadi. Bizda endi qanot himoyachilar, ya'ni bu sizga hujumga ham yordam beradi va himoyaga ham yordam beradigan himoyachilar. Birinchisi bu vaqtingizni himoya qiladi. 4-raqamli juda ham oddiy lekin natijasi juda ham katta bo'lgan prinsip bu kalendar. Oddiygina o'sha Google yoki Apple kalendar sizni vaqtingizni himoya qiladi. Sababi sizda aniq maqsad bor va maqsaddan kelib chiqib zadachalaringiz ham bor, lekin o'sha zadachalarni, vazifalarni kalendarga kiritmaydigan bo'lsangiz, bu shunchaki fantaziya bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bu nima degani? Siz bir kun oldin ertangi kuningizni reja qilsangiz, ertaga men uyg'onganimdan keyin men bu uchrashuvim bor, men vazifamni bajarishim kerak, sportim bor degan narsani kalendaringizga yozsangiz, bu narsa sizni miyangizga signal beradi va inson uxlayotgan paytda miya shunga qarab uyg'onadi. Ya'ni energiya ham shunga yarasha bo'lib bizga beriladi. Bu ilmiy isbotlangan narsa. Men o'zimda buni juda ham ko'p sezganman. Ba'zi kunlari ertangi kunni rejasini qilaman. Bunim 8 dan boshlanadigan bo'lsa, kech payt 12-1 gacha ham faqat ishlaydigan kunlarim bo'lgan. Ya'ni tasavvur qilasizmi? Ya'ni 12 soatdan ko'ra ko'proq ishlaydigan kunlarim bo'lgan va energiya ham shunga yarasha berilgan. Qaysidir kunlari ertangi kunni reja qilmasam, uyqu ko'p bo'ladi, charchoq ko'p bo'ladi va qanaqadir energiya kunning oxirigacha yetmay qoladi. Va bu narsa bizani qanaqa o'zimizni miyamizni tayyorlaganimizga bog'liq. Buning ikkinchi ilmiy tomoni ham bor, bu Parkinson qonuni. Agar siz ertangi kunga aniq zadachalarni qo'ymaydigan bo'lsangiz, faqatgina bitta ish butun kuningizni yeb qo'yishi ham mumkin. Deylik, sizda reja bor. Ertaga men YouTube'ga ssenariy yozmoqchiman degan rejani qo'ysangiz va uni deadline bilan yopmaydigan bo'lsangiz, ertalabdan kechgacha o'tirib ham siz u rejani tugata olmasligingiz mumkin. Ya'ni ssenariy qolib ketishi mumkin. Lekin sizda ertaga men soat 10 dan 12 gacha vaqtimni ssenariy yozishga sarflayman deb ajratadigan bo'lsangiz, miyangiz shunga tayyor bo'ladi va 2 soat ichida o'sha vazifa bajariladi. Ya'ni Parkinson qonuni bo'yicha bitta vazifaga qancha vaqt ajratilsa, shuncha vaqtda bajariladi. Bir kunga reja qiladigan bo'lsangiz, 1 kun vaqt ketadi, 2 soatga reja qiladigan bo'lsangiz, 2 soat vaqt ketadi. Kalendar bilan reja tuzing deyilgan maslahatda ko'pchilik juda ham qattiq kirishib ketadi va har daqiqasini rejalashga o'tib ketadi. Ya'ni soat men 5 da turaman, 5:15 da men tishim yuvgan bo'lishim kerak, 6 da men ko'chadan chiqqan bo'lishim kerak, 7 da taksiga o'tirgan bo'lishim kerak. Yo'q, unaqa qilinmaydi. Ya'ni bunaqa darajada siz grafikingiz ichi juda ham tig'iz bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir force major holatlari, qaysidir holatda kechikishingiz yoki qaysidir holatda ishingiz cho'zilib ketishi sizni butun rejangizga ta'sir qiladi. O'shaning uchun ham men o'zim reja qilayotgan paytda ozgina orada vaqt berib ketaman. Ya'ni misol uchun obedim bilan uchrashuvim orasida yarim soat vaqt yoki qaysidir holatlarda 15-20 daqiqa orada vaqt tashab ketishingiz, bu sizni erkinroq bo'lishingizga, bu sizni qanaqadir paytda shoshib qolmasligingizga yordam beradi. Aytmoqchimanki, kalendar gibki bo'lishi kerak. Ya'ni moslashuvchan. Istalgan paytda qaysidir holatlarda o'zgartirish mumkin, qaysidir holatlarda vaqtni ko'paytirish ham, kamaytirish ham mumkin. Reja bo'lsin, lekin u hayotga moslangan bo'lsin. Ya'ni robotdek bo'lmasligi kerak. Endi bizda ikkinchi qanot himoyachi bu energiyamizni saqlab turadi. 5-raqamli prinsip bu sport.
Sport faqatgina chiroyli ko'rinish uchun emas, bu yoqilg'i uchun kerak. 90 kunda hayotni o'zgartirmoqchi bo'lgan odam uchun juda ham ko'p energiya kerak. Og'ir damlarda ham energiya ko'p bo'lishini ta'minlab berib turadigan narsa bu faqatgina sport. Maqsadimizni aniqlab olaylik. Sport bu bizani qanaqadir chiroyli ko'rinish, formamiz zo'r bo'lishi, press chiqazish yoki Instagramda rasm qo'yish uchun emas. Sizni energiyangiz, intizomli bo'lishingiz, stresslar kelganda unga chidamli bo'lishingiz bularning hammasiga sportning ta'siri juda katta. Chunki bularni faqatgina miya emas, tana ham boshqaradi. Agar siz kun tartibingizda noto'g'ri uxlab, og'ir ovqatlarni yeb, keyin oxiri menda nimaga motivatsiya yo'q, energiya yo'q deb o'ylayotgan bo'lsangiz, hayron bo'lib yurmang. Bu yerda gap motivatsiyada emas, bu yerda gap sizni tanangizda. Sport qilish kerakligini tushundingiz, endi ko'pchilik birinchi haftadayoq juda ham qattiq kirishib ketib qoladi. Birdaniga ko'p mashq qilishadi va charchab qolishadi. Ertasi kuni tana og'riydi, fokus qila olmaydi, vaqt ko'p ketkazib qo'yadi va sport tashlab qo'yishadi. Birinchi raqamli prinsipda aytganimdek, hammasini etapma-etap qilib borgan yaxshi. Sekin-asta sportni hayotingizdagi bir qismiga aylantirib boring. Sport deganda albatta siz zalga chiqib tosh ko'tarishni tushunmang. Sport bu o'zingizga yaxshi ko'rgan sport turi bo'lishi mumkin. Deylik, tennis, badminton, masalan, menga futbol yoqadi, hozir futbolga boryapman. Istalgan sizni kaloriya sarflashga majbur qiladigan sport turi bu sport. Tabiiyki, kiber sport bo'lmasa bo'ldi. Counter Strike o'ynab men sport bilan shug'ullanaman deb o'ylamang. Sportga qo'shimcha ravishda hayot tarzingizni ham o'zgartiring. Shakarni kamaytiring, nonni kamaytiring, uyquni to'g'rilashga harakat qiling. Bularning hammasi energiya beruvchi manbalar. Masalan, siz zo'r kayfiyatda uyg'ondingiz, ishingizni birinchi qismini boshladingiz, lekin obedga kelganda juda ham og'ir ovqat yedingiz-da, bu yog'iga og'ir ovqatdan keyin tabiiy tana charchagan bo'ladi, o'zini yaxshi his qilmaydi va keyingi ishingizda samaradorligiga ham ta'sir qiladi. Endi bizning tizimimizda ushlab turadigan kuchli darvozabon va 4 ta himoyachi bor. Endi biz oldinga qarab o'tsak bo'ladi. 6-raqamli prinsip bu izolyatsiya ham juda muhim. Hozir aytadigan prinsip ko'pchilik yoqmasligi mumkin, lekin 90 kun davomida odamlardan ajralib, izolyatsiya ham qilib turish kerak. Hamma odamlardan emas, sizni o'stirmaydigan, sizni eski holatingizga qaytaradigan, sizni chalg'itadigan odamlar va ishlardan o'zingizni izolyatsiya qilishingiz kerak. Atiga 90 kun. Yangiliklarni o'qimang, Instagramni o'chirib yuboring, choyxonaga bormang, qanaqadir video o'yinlarni to'xtating. Bekorchi suhbatlar, keraksiz uchrashuvlardan uzoqroq yuring. Faqatgina 90 kunga, ya'ni butun umr emas, 90 kunga. Masalan, mashina tez harakat qilish uchun sport rejimiga o'tgandiki, siz ham hayotingizda ushbu 90 kunda sport rejimida bo'lishingiz kerak. Har bir qiladigan ishingiz bitta savoliga xizmat qilish kerak. Bu qilayotgan ishim meni maqsadimga yaqinlashtiryaptimi yoki uzoqlashtiryaptimi? Shuning uchun ham bu prinsip yarim himoyachi. Kerakli payt himoyaga qaytib sizni o'sha hujumlardan himoyalaydi, qaysi payt oldinga qarab olib boradi. Bunaqa misollar meni o'zim hayotimda juda ham ko'p va men buni sprint rejim deyman. Tasavvur qilishlar uchun aytaman. Undan oldin haftasiga 10-15 soatlab futbol ko'rishga vaqtimni sarflaganman. Futbol ko'rmaganman, futbol o'ynamaganman, hech qanaqa video o'yinlardan voz kechganman. Choyxona, uchrashuv, qarindoshlar bilan ko'rishish bularning hammasidan voz kechganman. Alohida kvartira olib, kvartiraga chiqib ketib, o'sha yerda to'liq vaqtimni bitta narsaga fokus qaratishga sarflaganman. Tabiiyki, aytishingiz mumkin, odam yashash kerak, dam olish kerak-ku, ya'ni biz ijtimoiy mavjudotmiz-ku deb. To'g'ri, yashash kerak. Masalan, men hozir yashayman, men aytaylik hozir futbol bilan shug'ullanaman, o'zim yoqtirgan sport turi bilan. Undan tashqari men oilaga vaqt ajrataman, do'stlarim bilan ko'rishaman. Lekin qaysidir etapda, ya'ni qaysidir bosqichda sizda stop rejimi bo'lishi kerak va to'xtatib turishingiz kerak. Va o'sha etapdan o'tganingizdan keyin hayotingiz iziga tushgandan keyin bemalol qolgan narsalarni davom ettirsangiz bo'ladi. Bu videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin meni tavsiyam yangilik kanallarni hammasidan chiqib keting. Instagramni o'chirib yuboring, keraksiz uchrashuv, gruppalar bunaqa hammasidan chiqib keting va sizda fokus faqatgina o'sha 90 kunlik rejimga qaratilgan bo'lishi kerak. Izolyatsiyani yaxshi saqlab berish uchun keyingi prinsip yordam beradi. 7-raqamli prinsip bu yomon odatlarni 90 kunga to'xtatib turing. Siz 90 kun davomida maksimal darajada izolyatsiyada va o'zingizni toza saqlab yurishingiz kerak. Agar sizda ichish, chakish yoki shunga o'xshagan yomon odatlar bo'ladigan bo'lsa, faqatgina 90 kunning rejasini tuzingda o'sha paytda to'xtatib turing. Nimaga aynan 90 kun deb aytaman? Chunki ko'p insonlarning xatosi bittada qanaqadir hayotni o'zgartirib yuborishi, bittada tashlashi o'ylaydi va bu narsa ertaga miyasida katta stress olib kelishi mumkin. Lekin siz 90 kunligina rejasini qiladigan bo'lsangiz va 90 kunga chidab beradigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan undan keyin o'sha yomon odatni tashlashingiz ancha oson bo'ladi. Ya'ni biz bu yerda miyamizni aldashimiz kerak. Siz hozir butun umrni o'ylamang, faqatgina 90 kunni o'ylang. 90 kun Instagramga kirmayman, 90 kun yangilik o'qimayman, 90 kun chakmayman yoki shunga o'xshagan narsani qo'ying deb va buni bizning miyamiz osonroq qabul qiladi. Lekin qiziq tomoni 90 kun o'tib bo'lgandan keyin siz yana eski odamga qaytib qolmaysiz. Siz allaqachon o'zgargan bo'lasiz. O'sha yomon odat sizga oldingidek qiziqarli tuyulmaydi. Mana shu narsa sizni orqaga qaytarmasdan ancha oldinga harakatlanishingizga yordam beradi. Yarim himoya prinsiplarida eng ko'p oldinga o'tkazadigan prinsipga o'tamiz.
8-raqamli prinsip daromad uchun ham aniq milestone bo'lishi kerak. 90 kunda hayotni o'zgartiraman deganda faqatgina sport, kitob shularni o'zigina kirmaydi, daromad ham juda muhim. Chunki real hayotda daromad oshmasa erkinlik oshmaydi. Qarorlaringiz cheklangan bo'ladigan bo'lsa, hayotingizda katta o'zgarish bo'lmaydi. Shunchaki 90 kunlik rejimingizda daromad bo'yicha qo'yilgan faqatgina bitta maqsadni o'zi yetarli emas. Ungacha bo'lgan yo'l va u daromadga qaysi usullar va nima instrumentlar orqali chiqish bo'yicha ham aniq maqsadlar bo'lishi kerak. Bunga javob topish uchun bitta oddiy savol yordam berishi mumkin. Men nima qilsam daromadimni oshira olaman? Masalan, siz xodim bo'lsangiz, ishdan ketish kerak degani emas. Deylik, siz bitta kompaniyada marketologsiz. Sizni qilishingiz kerak bo'lgan ish bu rahbaringizga borib, men hozirgi daromadim deylik $2000 va men daromadimni $3000-4000 ga olib chiqmoqchiman va men nima ishlar qilishim kerak, qanaqa qiymat olib kelib berishim kerak bu kompaniyaga men daromadim oshishi uchun degan savol bilan borish kerak. Mana shu savol berishingiz sizga rahbar bilan aniq reja tuzishingizga yordam beradi. Endi sizda noaniq xohish emas, aniq zadachalar bo'ladi. Masalan, rahbar aytayapti, sizda 2000 daromadingiz bor va 4000 ga chiqishingiz uchun siz nafaqat marketing, endi balki sotuvni ham qaysidir qismlarini bo'yningizga olishingiz kerakdir, balki sotuvlarni ham ko'paytirib berishingiz kerakdir yoki shunga o'xshagan zadachani olasiz va zadachani olganingizdan keyin endi siz leadlarni ichiga chuqurroq kirasiz, endi konversiyalarni ichiga chuqurroq kirasiz, endi kerak bo'lsa sotuv bo'limini ham ichiga kirishingiz mumkin va siz endi kompaniyaga ko'proq qiymat olib kelib berishni boshlaysiz. Agar siz freelancer bo'lsangiz, xizmat ko'rsatadigan yoki tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz ham xuddi shunaqa. Deylik, freelancer bo'ladigan bo'lsangiz, siz klientlaringizni soni, klientlaringizni potokini kattalashtirishingiz mumkin yoki agar siz shaxsiy brend xizmatini ko'rsatadigan, SEO xizmatini ko'rsatadigan inson bo'ladigan bo'lsangiz, aniqlab olishingiz kerak. Siz klientlarni ko'paytirasizmi yoki o'rtacha chekingizni ko'paytirish xizmatiga daromadingizni oshirasizmi? Bu uchun sizga nima kerak? Aniq maqsadlarni qo'yib olgan bo'lishingiz kerak. Agar siz qaysidir sohadagi ekspert bo'lsangiz, daromadni ko'paytirish manbaini qidirayotgan bo'lsangiz, buni yo'llardan bittasi bu o'zingizni bilmingizni, o'zingiz tajribangizni o'sha dars formatida boshqalarga ulashish. Ya'ni bu shogirdlik yoki kurslar orqali. Va buni qanaqa qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, men sizga yo'lni o'rgataman. Zapusklar, qanaqa kurslarni tashkil qilish, sotish bo'yicha 6 soatlik bepul darslik tayyorlaganman. 6 soatlik bepul darslikni mana shu videoni tagidagi link orqali kirib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda kichkina life hack bilan bo'lishib ketmoqchiman. Agar siz o'sha maqsad qo'ygan daromadga chiqadigan bo'lsangiz, qanaqadir yutuq qo'ysangiz bo'ladi. Deylik, daromadimni shunchaga oshirsam, men bir haftaga safarga chiqib kelaman, qaysidir joyga sayohatga borib kelaman yoki bilmayman, oddiy hikingga chiqib kelishim mumkin yoki qaysidir boshqa shaharga, O'zbekistonning ichidagi shaharga borib kelishim mumkin degan o'zingizga yutuq qo'yadigan bo'lsangiz, bu yana ham sizga motivatsiya berishi mumkin. Endi bizda jamoa qarib tayyor. Endi bizga kim kerak? Tabiiyki hujumchilar kerak. 9-raqamli prinsip bu har kuni kichkina g'alabalar bo'lishi kerak. 90 kun to'g'ri uzoq muddat emas, lekin har kun ichida yurgan odam uchun juda ham uzoq tuyulishi mumkin. Shuning uchun ham kichkina g'alabalar bo'lib turishi kerak. Har kuni, har hafta bo'lishi mumkin. Masalan, bugunga qo'ygan zadachalaringizni bajardingiz, kichkina 3-4 ta zadachangiz va kunning oxirida o'zingiz uchun o'tirib analiz qilib, o'zingizga bu yutuq sifatida belgilab qo'ying. Yoki haftalik rejalar tuzdingiz va o'sha rejalaringizni amalga oshirdingiz va haftaning oxirida buni ham o'zingizga qanaqadir yutuq sifatida e'tirof qilib qo'ying. Bundan maqsad nima? Ko'pchilik o'zini faqatgina kattaroq maqsadga erishsagina xursand qiladi yoki nimagadir erishdim deb hisoblaydi. $10,000 daromadga chiqdim, endi men qanaqadir yaxshi mutaxassisman yoki men uy oldim, endi men misol uchun qanaqadir yutug'im bor degan juda ham katta maqsadlardan keyin o'zini xursand qilishi va o'zini tan olishi boshlaydi. Aslida biz kichkina yutuqlardan boshlashimiz kerak. Siz o'zingizni yo'l davomida ham e'tirof qilishingiz kerak. Chunki samatsenka katta natijalardan emas, kichkina yutuqlardan ko'tarilib boradi. Agar samatsenkangiz yuqori bo'ladigan bo'lsa, natijaga erishish oson bo'ladi. Bunga ingliz tilida bitta termin bor, juda ham mos tushadi, winning effect deydi. Ya'ni bitta odam yutishni boshlasa, keyingi g'alabasi ham osonlashib boradi. Ya'ni xuddi video o'yinlarida yoki istalgan hayotda ham xuddi shunaqa, bitta g'alabaga erishdingiz va keyingi g'alabaga erishishingiz ehtimol oshib boradi va oxir oqibat g'alabalaringiz soni ko'payib boradi. Bizani 90 kunlik rejimimizda ham xuddi shunaqa. Siz oxirdagina bitta g'alabaga erishmaysiz. Siz kunlik g'alabalaringiz haftalik g'alabaga, haftalik g'alabalaringiz oylik va oylik g'alabangiz 90 kunlik katta g'alabaga olib keladi. Lekin ba'zida og'ir kunlar, stressli vaziyatlar va siz kutmagan voqealar ham bo'lib turadi va bu voqealarda orqaga qaytmasligiga yordam beradigan prinsip: rejimingiz buzilib ketsa, tezroq qaytib oling. Baribir real qarashimiz kerak. 90 kun davomida qaysidir kun aniq rejalaringiz buzilib ketadi. Bir kun reja qilingan ishlaringiz bajarilmay qolishi mumkin. Lekin bu yerda aksariyat odamlar bo'ldi, men uxlab qoldim, bo'ldi, men bugun sportga chiqa olmadim, bo'ldi, men qaysidir ishni bajara olmadim, endi rejimim tugadi, yana orqaga qarab qaytaman degan holatda o'zini mag'lub deb his qiladi. Ba'zida bundan battari ham bo'lishi mumkin. Sizni hayotingizda, oilangizda yoki sog'lig'ingiz bilan bo'lgan muammolar tufayli bir haftalik
foydali muammolar girdobida qolishingiz ham mumkin. Bunaqa holat aslida normal va hammaning hayotida bo'ladi. Bu siz mag'lubsiz, yutqizdingiz degani emas. Bu siz odamsiz degani va bu holatga tushadigan ikkita odamni olaylik. Bittasi taslim bo'ladi va oldingi hayotiga qaytadi. Kuchli odam bo'lsa iloji boricha tezroq qaytib oladi. Masalan, rejangiz buzildi va qaysidir zadachangiz qolib ketdi. Uni ertangi kunga qo'shib, tugatib qo'yishga harakat qiling. Bir hafta umuman o'xshamadi, nimadir muammolar chiqdimi, xafa bo'lmang, yana davom ettiring. Bo'ldi, men eplolmayman, menga emas ekan demaguningizgacha siz yutqizmaysiz. Bir kun bitta xato butun 90 kunni buzib yubora olmaydi. Biz faqatgina 90 kunni betamiz. Aslida siz bir haftangiz buzilib qolsa ham sizda qo'shimcha 83 kun bor. 83 kun bo'ladimi, 90 kun bo'ladimi, chiroyliga e'tibor bermang. Muhimi yo'lda davom eting va bitta qoidani eslab qoling. Muammo chiqsa, yiqilsa tezda tura olamiz va yugurishni boshlaymiz. Endi komandamiz yaxlitligi va gol urish uchun oxirgi prinsip qoldi. 11-raqamli prinsip bu og'ir paytlarda taslim bo'laman deyotgan paytingizda oldingi holatingizni analiz qiling. Hozir 10-prinsip aytganimizda bular menga yordam bermaydi, qattan kuch topaman deyishingiz mumkin. O'ylab, menga shu kerak o'zi, oldingi holatim ham yomon emasdir deb o'ylab qolgan bo'lishingiz ham mumkin. 90 kunda hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lganingizdagi eng xavfli payt ham shu. O'zgarishlar og'riqlar bilan bo'ladi. Muskulingiz o'sayotganligini ham og'riq bo'lganda bilasiz. Shuning uchun ham miyangiz og'riqni his qilib sizni komfort zonaga qaytarishga harakat qiladi va bu miyaning vazifasi. Siz aytishingiz mumkin, oldingi hayotimda nimasi komfort zona bo'ladi, o'ta muammolar ko'p bo'lgan-u. Lekin ular sizga tanish bo'lgan. O'sha tanishlik ham komfort zona. Eski muammolar sizga tanish bo'lgan, eski odamlar sizga tanish bo'lgan, eski muhit sizga tanish bo'lgan. Shuni hisobiga bosim kamroq bo'lgan va osonroq bo'lgan. Endi siz qiyin damlarda o'tirib eski hayotingizni analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Nimaga men o'zgarmoqchi bo'lgan edim? Nimaga oldingi holatimdan charchagan edim? Og'ir damlarda mag'lub bo'lish o'rniga yoki boshqa narsaga chalg'ish o'rniga shu ishni qilish kerak. Sababi odam ko'p hollarda nega boshlaganini unutadigan bo'lsa, ishini tashlab qo'yadi. Maqsad yozib qo'ygan bo'lamiz, lekin sababini yozmaganligimiz uchun xotiramizdan nimaga degan savol yo'qolib qoladi. Buni siz har safar o'zingizga eslatib turishingiz kerak. Endi bizda tayyor tizim jamoa bor. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu 11 ta prinsipni hammasini olib va 90 kunlik rejani tuzib va shu 90 kun ichida prinsiplarni qo'llab harakat qiladigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan hozirgi hayotingiz va 90 kundan keyingi hayotingiz boshqacha bo'ladi. Shunchaki bu navbatdagi foydali video bo'lib qolmasin. Aniq harakatlarga o'ting. Instagram ochiling, yangilik kanallardan chiqib keting, sportni boshlang, kalendaringizni to'ldiring, maqsadlaringizni yozib chiqing. O'zingizni avval aytganimdek sport rejimiga o'tkazing. 90 kundan keyin ideal bo'lib qolish haqida, qanaqadir biznes boshlagan, millioner bo'lgan yoki presslaringiz chiqib ketgan holatda bo'lishni o'ylamang. Eng muhimi 90 kundan keyin boshqa insonsiz. Yengitdan hayot boshlagan, harakatlaringiz bor, odatlaringiz bor va rivojlanayotgan va qanaqadir ma'noda yutuqlaringiz bor bo'lgan insonsiz. Shuni o'zi ham aslida juda katta yutuq va keyingi yillaringiz uchun poydevor vazifasini bajaradi.